Samandar, yaxshimisan? Yaxshimisiz ustoz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima qilib yuribsan? Mashina olgansan. Haydovchilik guvohnoma yo'q. Endi ustoz, qo'yavering endi, ishingiz bo'lmasin. Bu nima degani? Nega ishim bo'lmaydi? Sen axir o'quvchisan-ku. Qo'yavering endi, o'zimiz adam ikkalamiz hal qilamiz ustoz. Hamma narsa adam bilan hal qiladigan degan narsa yo'q-ku. Haydovchilik guvohnoma bo'lishi kerak haydash uchun, mashinani boshqarish uchun. Yo'lda xavfli o'quvchilar, maktabga yaqin joydamiz. Bu nima qilganing? Unaqa demang ustoz, qo'yavering, siz ishingiz bo'lmasin ular bilan. Bu nima deganing? Nega ishim bo'lmas ekan? O'quvchimizsan-ku sen bizani. O'quvchi. Yaxshi qilmayapsan, Samandar. O'zim bilaman ustoz. Do'stim, yangi mashina oldim deysan, bir ko'raylik buni qadamini. Musiqani ko'tar. Bos. Yaxshi. Ko'p o'shada. Tortarkan yaxshi tortarkan. Voy, nima qilib qo'ydim? Saman odam urvarding. Qara kamera yo'qmi? Bos qochish kerak bu yerdan. Bos ketdik, qochdik.